million pul beraman, nimagaligini video orqali aytib o'taman. Hurmatli obunachilarimizni ko'pchilik kommentariyada yozishgan edi, aksini o'zgartiringlar deb, shuna hisobiga mana bugun 15-sini 8,5 ming so'mdan grechkalarimizni aksiyaga ketyapti va mana bitta yaroqimiz bor 7 ming so'mdan. Kelinglar, ko'ringlar, xarid qilinglar. Hop, jiyan, oting nima edi? Doston. Dostonlar oldingizdan doston edi. Bu ham dostonlarga gap bo'lish mumkin. Bu nechinchi olib kelishga chiqib? Xudo xolisa ikkinchisi. Ikkinchisi. Bugacha nechi? 15-iyun. 15-iyun bo'ldi. Dostonlarga borib qo'yamiz, ichkarini olamiz. Yur. Va tuxumlarimiz hali ham davom etyapti. 31 ming so'mdan aksiya davom etyapti. Uzaytirdi aksiyalarni. Bugun 15-sini ketaveradi, xudo xolisa kelasizlar, olasizlar. 90 ming so'm yog'larimiz ham aksiyada turibdi. 19 ming yog'lar aksiyada turibdi. Ko'ringlar, kelinglar, olinglar. Diqqat! Mana endi eng qiziq joyi keldi. 10 million pul beraman deb aytdim. Mana shu 10 million pulni kim bizlarning do'konimizda ishlayotgan xodimlarni haqqiga duo qilsa, mehnatiga haqqiga duo qilsa, shular komment videoga like ko'p yig'sa, o'shalarga 10 million so'm pul yordam puli beramiz. Nimaga ishlarsa o'zligi bilishadi. Hammaga tarqatib yuboringlar. Voy, kerak narsa esdan chiqib qolib yetadigan narsa. Bu bizning aksiyamizni xudo xolasa 5-iyulgacha davom etadi. Kimga nasib qilsa shu yutgan insonga 6-iyulda shu 10 million so'm pulni beramiz. Faqat shartimizni Xorazm uch markaziga kelishadi, do'kondan olib ketishadi. Kartaga tashlab berish yo'q, taksidan chiqarib yuborish yo'q, faqat shu yerga olib ketishadi. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Xorazm uch markazi, Hasanboy filari bu.